Bu nima qilyapsan? Bu yoqadigan narsa emas, bu fasadga teriladigan narsa. Kelinglar akalar, buni nimaligini men sizga chiroyli qilib tushuntirib beraman. Bu fasad uchun termotravertin mahsuloti bo'ladi. Buni siz $1000 bilan boshlab turib, bemalol katta bitta biznesni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, o'zimiz devorga terganmiz. Bu narsa devor tanlamaydi, fasl tanlamaydi, har doim klienti bor, zo'r biznes. Xo'p, ikkinchisi termopanel ishlab chiqarish biznesi. Mana ko'rib turibsiz, bu ham devor tanlamaydi, hech qanaqa paxsami, g'ishmi, suvoqmi, har qanaqa devorga tushib ketaveradi. Xuddi mana shu ko'rib turgan komplektlar hamma narsasi ichida ishlab chiqarishga tayyor. $900 dan boshlasangiz bo'ladi. Xo'p, bu biznesimiz ham ko'rib turibsizlar. Bu ham fasadni bittada ham chiroyli qilib ketadi, ham utsiplit qilib ketadi. Bir o'q bilan ikkita quyonni bemalol ursanglar bo'ladi. Endi ustalarga chaqirib, devordan shuvoq qildir, shpaglovka qil, boshqa qil, unaqa narsalar umuman kerak emas. Hammasini bittada yopib ketsanglar bo'ladi. Hop, aka, ko'rib turibsizlar, $1000 pul bu unaqa katta pul emas aslida biznes boshlash uchun. Lekin shu arzimagan pul bilan ham bitta chiroyli biznesni boshlab, ikkita odamni kamida ish bilan ta'minlab qo'yishingiz mumkin. Kimga shunaqa mahsulotlarni ishlab chiqarish, bizneslarni yo'lga qo'yish qiziq bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilinglar, batafsil o'zimiz tushuntirib boramiz.